Miradari ijodini mustahkamlash maqsadida mana bunday 5 barmoq usulidan foydalanamiz. Hozir hammamizga mana shu 5 ta barmoqlar tarqab chiqadi. Mahsulot hammaga tarqatib chiq tez faqat. Qaysi shaklda borishini men sizga tushuntiraman shartni. Bordimi? 5 barmoqlarimiz hammaga yetib bordi. Endi shartni tushuntiraman. Hozir men sizga Gianni Rodarining ijodi bo'yicha 5 ta savol beraman. Bosh barmoqdan boshlab o'sha savollarning javobini yozib boshlaysiz. Hamma kitob, daftarlarni yopadi, faqat ruchka va barmoqlar qolsin. Birinchi savol: Gianni Rodarining ertak olamiga kiritgan yangiligi nima edi? Bosh barmoqning javobi shu savolga bo'lishi kerak. Real hayotda ham xurishni bilmaydigan kuchuk bormi va u qanday ataladi? Bu ko'rsatkich barmoqning savoliga javob. Yozdik-a? 3-savol. Burchaklari yo'q shahar ertagida qaysi narsa o'rniga yelim ishlatiladi? Qaysi narsa o'rniga yelim ishlatiladi? Gianni Rodarining fikricha, odam nimadan ham ko'p narsani o'rganishi mumkin. Bitta so'z bilan izohlasangiz bo'ldi. Nimadan bo'ldi? Bitta so'z bilan ifodalasangiz bo'ldi. Siz hozir savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, barmoqlar shunday qoladi. Agar savolga noto'g'ri javob bergan bo'lsangiz, barmoqni qatlaysiz. Tushundingiz-a? Demak, birinchi savolimizning javobi 3 tadan oxiri bor ertaklar. 3 tadan yakuni bor ertak ham to'g'ri. 3 yakunli ertak ham bo'ladi. Bo'ladi. Shunga yaqin javoblar hammasi to'g'ri. Xo'p, ikkinchi savolimizning javobini ko'rsatamiz. Kimda? Qani? Mana. Menda hamma ekan 4 ta. Hammasi to'g'ri ekanmi sen? Nimaga qatlamading? Ko'proq qatla ko'rinsin. Tirnog'ini qatlab qo'ydik. Ikkita xato, bitta xato. Zuhradachi? Jimjiloqqa xato qilibdi bu ham. Jasminada to'liq to'g'ri. Islomda 2 ta xato. Senda hammasi to'g'rimi? Ko'proq qatlash kerak, faqat tirnoqni emas, ko'rinsin-da u. Sizlardachi? Ko'rdim. Bitta Jasminada barmoqlar 5 ta ekan. Demak, bu usul nimani o'rgatadi? Sizda barmoqlar to'liq ochiq holatda bo'lgandagina siz mavzuni yaxshi o'zlashtirgan va 10 ballik baho bilan baholangan bo'lar edingiz bir darsda.